Assalomu alaykum azizlar. Bugun energiya almashuv mavzuning ikkinchisi. Amalda boshqacharoq formatda yozayotgandik darsimizda, lekin video holida ham sizga murojaat qilishga o'zimizga ep ko'rdik. Bunga sabab bir maqola o'qib qoldim. Abdulloh degan yigit haqida ekan, ya'ni Down sindromi bilan chalingan va qori bo'lganligi. Endi qori kimdir deyarli ko'pchilik biladi. O'sha Allohning kalomini mutlaq hifz qilgan inson. Odatda o'zi dunyo bo'yicha e'tirof etiladi. O'sha qorilarning zehni eng kuchli zehndir. Meni mayli bu insonlar qanchadir insonlar o'rtasida foiz qo'ysa juda kamdir, lekin kasallikka uchrab, Down sindromi, ya'ni aqliy jihatdan zaif bo'lib, shu holida yod olish bu juda katta jasorat bo'ladi. Men nimaga buni aytyapman? Misolimizga nima daxli bor yoki masala ishlashimizga nima daxli bor? Azizlar, har qanaqa joyda mehnat, mashaqqat turadi. O'sha bizlarga o'quvchilarimiz aytishadi, o'rgana olmayapman, bilmayapman. Avvalo bunga sodiqlik bilan, tartib bilan darslarga tayyorlanish kerak, o'qish kerak va mehnat qilish kerak bo'ladi. Darslarni o'qib, misolda o'qiyotgan vaqtingizda ham albatta tafakkur qiling, o'ylang, nima deyilyapti, nima jarayon olib borilyapti, o'shalarni o'ylasangizgina misol yechish ancha oson bo'ladi. O'shaning uchun darslarimizni ozgina boshqacharoq, ya'ni misolda ishlayotgan vaqtimizda mana shu joyini o'ylang degan bir belgilar chiqarib, xotirangizda o'ylashingiz kerak degan narsalarni ko'rsatmoqchimiz. Zora kimgadir foyda bo'lar. Albatta foydasi bo'ladi. Shuni ham aytmoqchimanki, yana aytaman, mashaqqat bilan chiqadi. Hech qachon mashaqqatsiz bir narsaga erishib bo'lmaydi. Xohlagancha kurs sotib oling, memoniga qatnaysizmi, boshqa qilasizmi, xotirangizni kuchaytirasizmi, qancha dollarlab pul sarflang ham baribir o'sha ortida mehnatingiz turadi. Oddiygina bir eksperiment sifatida aytaman. Nimaga mashaqqat turadi deyapman? Azob bor hamma narsaning ortida. Tasavvur qiling, hammaning boshidan o'tgan bo'lishligi mumkindir. Deylik, bir og'ilxonami yo qaysidir joyga kirayotgan vaqtingizda yoki bir odamning boshidan pastroq joy bor, doim boshingizni urib olasiz, g'urra qilasiz. Kiryapsiz, bir marta urgan payt g'urra qildingiz. Vaqt o'tdi, yana ikkinchi marta urdingiz, g'urra qildingiz. Uchinchi marta urdingiz, g'urra qildingiz. To'rtinchi, beshinchilarda keyin nima qilasiz? Avtomatik ravishda g'urra qilmasdan o'tib ketasiz. Nimaga? Miyangizda o'sha haqida ma'lumot yig'ildi. Endi o'sha joyda kelayotgan vaqtingizda, mana shu joyga uchragan vaqtingda, shu holat kelganda endi boshingni pasaytirmasdan yana uradi, yana shikast etadi degan narsa paydo bo'ladi. Misol ham xuddi shunaqa. Agar siz miyangizga ma'lumotlarni yig'ib qo'ysangiz, sizga u misol kerakligini miyangiz bilsa, his qilsa, albatta o'sha ma'lumotlarni yig'ib mana shunday holatda ishlatib, chiqarib beraveradi. O'shaning uchun misollarimizni ozgina ishlanayotgan joylariga ba'zi bir narsalarni qo'shib ketmoqchimiz. Bu albatta sizga foyda bo'ladi. Qani ketdik. Demak, ikkinchi darsimiz energiya almashinuvi. Yana bir eslab olamiz. Albatta bu odamda xotirasida turishi shart shu ma'lumotlar. 1 mol glyukoza, ya'ni C6H12 miz parchalangan vaqtida sut kislotasiga bu achish bo'ladi. Ya'ni bu joy achish. Endi bu shu glikoliz deyiladi. Ya'ni shu joygacha bo'lgan joyda glikoliz yoki chala parchalanish ham deb aytiladi. O'sha paytda demak 2 mol ADF, 2 mol fosfat kislotasi sarflanadi va bir paytda 120 kilojoul energiya bilan 2 mol ATF ajralib chiqadi va shu payt 2 mol suv ham hosil bo'ladi. Hamda 2 mol sut kislotasi ajralib chiqadi. Endi o'sha 2 mol sut kislotamiz agar mitoxondriyaga o'tadigan bo'lsa, 6 mol kislorod sarflanib, 36 mol ADF
va 36 mol fosfat sifatida sarflanadi. Natijada 1160 kilojol issiqlik bo'lib chiqib ketadi. 36 ta ATF va 42 molekula suv hosil bo'ladi. Bundan tashqari bizga karbonat angidrid ham hosil bo'ladi 6 molekula. Endi o'sha paytda albatta bu ma'lumotni bilib qo'yishimiz kerak doim. Mitoxondriyadagi energiyadan agar o'simlik bo'ladigan bo'lsa, xloroplastlarda 30 barobar ATF ko'p bo'ladi. Ya'ni misol uchun mana bu yerda 36 ta ATF bo'lsa, 36 ko'paygan 30 ga bo'ladi. Endi keling misolni boshlaymiz. Bizga birinchi misol berilgan 10 mol glyukozaning ko'rayotgan bo'lsangiz, 10 mol glyukozaning 2,5 qismi chala, qolgan qismi to'liq parchalangan. Jarayon natijasida hujayrada qancha ATF to'planadi? Mollar mana shu joyda ham insonni o'ylashi kerak bo'lgan joyi bo'ladi. Misol uchun mana bu 10 mol glyukoza bo'lgan taqdirda 2/5, 3/5 degan qismlarni qanday ajratib olamiz degan odamni xotirasi. Albatta shu ma'lumot yoshligida qachondir o'qigan bo'lishligi kerak bo'ladi. Agar buni bilmasa, yoshligida matematikani ajrata olmagan bo'lsa, shuni ajratishni bilmasa, bu misolda ishlay olmaydi. Chunki o'sha ma'lumot miyada mavjud emas. Buning uchun nima qilamiz? O'sha biz mana yechib ketyapmiz. 10 ni 5 ga bo'lib, ya'ni 10 ni 5 qismga bo'lganimizda har bir qism 2 qismdan iborat ekan. O'shani 2 qismi kerak deyapti. 2 ga ko'paysak 4 mol ekan. Demak, 10 molning 2 dan 5 qismi 4 molga to'g'ri keladi. Qolgani albatta 6 mol bo'ladi. Endi bizga 4 moli chala, 6 moli to'liq parchalangan. Bundan ko'rinadiki, chala albatta biz boya ko'rdik, sitoplazmada parchalanadi. O'shancha 2 ni 4 ga ko'paytirsak 8 mol bo'ladi. Endi 6 moli to'liq parchalansa, u ham sitoplazma bosqichini, ham mitoxondriyaga o'tgan holatni birgalikda qabul qilish kerak bo'ladi. Bunga 6 mol bo'lsa, 2 molni ko'paytiramiz 12 ga. Nimaga 2? Bilasiz, chala parchalanish vaqtida glyukozada parchalangan vaqtda 2 molekula ATF hosil bo'lardi. 2 ni ko'paytiramiz 6 ga, 12 bo'ladi mana. Bu sitoplazmada o'sha paytda o'tgan glyukozamiz endi sut kislotasiga aylanadidagi 6 molekula bo'ladigan bo'lsa, 6 ni ko'paytiramiz 36 ga. Ya'ni 1 molekula glyukozadan 36 ta chiqadi. 6 ni 36 ga ko'paysa 216 bo'ladi ATF. 216 mol yozsak ham bo'ladi, ATF bo'ladi. Bularni yig'sak bo'ladi. 8, 12, 216 bo'lsa 236. Demak, mana shuncha to'plangan bo'ladi. Yoki boshqacha variantda ham foydalansak bo'ladi. 8 mol tushunarli. Birdansiga, ya'ni sitoplazmadagi bilan mitoxondriyadagi jarayon, ya'ni 2 ga 36 ni qo'shib 38 to'liq jarayonni 36 ga ko'paytirib qo'ysak ham bo'ladi. Endi ikkinchi misolga o'tsak ham bo'ladi. Mana bu misolimiz. Endi ikkinchi misol. Bir 1080 gram glyukoza ma'lum qismi chala, qolgan qismi to'liq parchalanganda jami bo'lib 84 mol ATF hosil bo'ldi. Qancha glyukozaning necha foizi, uzr, ikkita savol qolibdi. Necha foiz chala parchalangan? Avvalo bunda ham xuddi shunaqa. Sizda ma'lumot bo'lishligi kerak bo'ladi. Ya'ni gramni gramga bo'lganda molga aylanishligini, MRni. 6 mol glyukoza parchalangan ekan. Endi bizda muammo paydo bo'ladi. Boyagi misoldan ko'ra anchagina qiyinroq. 6 mol glyukozaning qancha qismi chala, qanchadir qismi to'liq parchalangan. Chala parchalanishni biz bilamiz, sitoplazmada bo'lgan. To'liq parchalanish esa ham sitoplazma, ham mitoxondriya kiradi. Qanchaligini bilmaganligimiz uchun x mol va y mol deb ularni belgilab olamiz. Va o'shanda x mol bilan y molni qo'shsak, umumiy glyukozani berish kerak bo'ladi. Bu chala parchalanishda bilamizki 2x hosil bo'ladi. Ya'ni bitta glyukoza parchalangan vaqtida 2 mol ATF. Demak x mol bo'ladigan bo'lsa 2x bo'ladi. To'liq parchalanishda birinchisida 2, keyingisi 36, umumiy holda 38. O'shaning uchun 38 y 84. Albatta endi buni matematikani bilishingiz kerak bo'ladi. 2 ni ko'paytira olamiz, bittasini yo'q qilishlik uchun. Natijada mana bu ikki qism ayrilib ketadi, 0 bo'ladi.
Bu 2 38 dan 2 ni ayirsa 36 bo'ladi. 12 ayirsa 72 bo'ladigan bo'lsa, 2 moli to'liq ekan. Ha, endi 6 dan 2 ni ayiradigan bo'lsak, 4 mol chala ekan. Ha, 6 mol 100% bo'lsa, 4 moli qancha desangiz, 66.7% chiqadi azizlar.